Aviabiletlar do'stlar 6000, 7000, 7,5 rubl bo'lib ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 16-sentyabr O'zbekistondan Rossiya territoriyasiga kelishga 7,5 rublgacha bo'lib ketdi do'stlar aviabiletlarimiz. Maksimal podeshka qilib videoga like bosib O'zbekistonlik do'stlarimizni jo'natib qo'yamiz va vodiylik do'stlardan esdan chiqarganimiz yo'q. Albatta vodiyga kelishda do'stlar 12.800 dan to 14,5 rublgacha Vnukovo aeroportiga, Vodiydan ham Vnukovo aeroportiga, Vohadan ham Vnukovo aeroportiga arzon aviabiletlarni Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Endi xudo xolasa tez kunda inshaalloh Telegram kanalimizda aktiv bo'lib yurgan insonlar kuzatib yuringlar. Albatta Rossiya territoriyasidan O'zbekiston qaytishga ham обязательно aksiya chiqarib berishga harakat qilamiz. Qanchalik aksiya chiqarsak, shunchalik ko'p bizda prodaja bo'ladi. Bu bizga katta plyus. Qancha aviabiletlar qimmat bo'lib ketsa, bu bizga minus. Chunki prodaja bo'lmaydi, hamma ham aviabilet qimmatga olavermaydi. Chunki kimlardir o'ylaydi, bir oylikga aviabilet olamanmi va qo'yay qachon arzon bo'lsa ketaman deydi. Shuning uchun do'stlar maksimalni arzon qilishga harakat qilamiz. Bu video murojaat orqali biz O'zbekiston gen direktorlariga ham shu O'zbekiston havoylardan arzonroq qilishini talab qilib qolamiz. Hammaga katta rahmat. O'zingizga ehtiyot qilinglar. Jonlaring omon bo'lsin. Videoga do'stlar like bosish esdan chiqmasin. Qanaqa muammo, qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Shaxsan o'zim kutib olib, ko'rsatib qo'yaman do'stlar.